Assalomu alaykum Bugun devchonkalar. sizlarga o'sha hamma birdek sevib iste'mol qiladigan Arina ini shirinlik retsepti bilan keldim. Bu shirinlikni yoqtirmaydigan odam o'zi bo'lmasa kerak. Birinchi bo'lib margarinimizga elangan unimizni solib, yaxshilab urfoq qilib olamiz. So'ngra razrixlitsa solib, uni ham aralashtirib olamiz. Undan esa qaymoq yoki bo'lmasam smetanani solib olamiz. Qaymog'ga men ozroq soda aralashtirganman, shuni hisobga ko'pirgan. Shakar, tuxum solib, xamir qorib olamiz. Mana shunaqa yumshoq pesochniy xamir bo'ladi. Va xamirimizni ikkiga bo'lib, biroz tindirishga qo'yamiz. Unga xamirimizni olib, mashina qilib to'rtburchak qilib yoyib olamiz va 3 barmoq orasida lentichka qilib kesib olamiz. So'ngra orasiga olchalarimizni terib olamiz. Xolisinglar sirjisidan qisinglar bo'ladi. Men varenisidan foydalandim. Обязательно danagidan ajratilgan bo'lishi kerak qizlarjonlar. Ana endi terib olgan olchalarimizni sekin-astalik bilan yopib chiqamiz. So'ngra listimizga terib duxovkaga jo'natib yuboramiz. Keyingi xamirimizni ham xuddi shu tarzda tayyorlab olamiz. Ana endi kremini tayyorlaymiz. Xolisinglar qaymoqli, xolisinglar sariyog'li krem qilishga mumkin. Sariyog'li krem. Sariyog'imizni yaxshilab bo'lmasa buncha ko'pirtirib olamiz va sug'ushonкani solamiz. To'liq retseptini описаниеda yozib qoldiraman. Sug'ushonкani ham yaxshilab bittamasa buncha ko'pirtirib olamiz. Ana endi muhim joyga keldik. Ya'ni bu terish jarayoni piramidaga o'xshatib teramiz. Ya'ni 5 ta, 4 ta, 3 ta, 2 ta, bitta qilib. Jami 15 ta bo'ladi. Har birini orasini xuddi videoda ko'rsatilgandek qilib kremlab teramiz. Video cho'zilib ketsa ham sizlarga bittama-bitta ko'rsatib. Terib olgandan so'ng ustini o'zingizlar xohishga ko'ra bezatasiz. Va 1-2 soatga muzlatgichga qo'yib qo'yamiz. Xolisinglar sabriyla chidamasa, joyida kesib yesanglar ham bo'ladi. Albatta tayyorlab ko'ringlar. Tayyorlolmayman, meni qo'limdan kelmaydi demanglar qizlar. Albatta sizlarda ham o'xshaydi. Asosiysi mehr bilan tayyorlansa bo'ldi. Buni bemalol mehmondorchiliklarga tayyorlab borsanglar. Hech ham uyaltirib qo'ymaydi. Orasini qaranglar asaligini. Ha, aytgancha, retsept yoqqan bo'lsa yuragini qizartirib qo'yish esinglardan chiqmasin. Bu videoni shirinlik tayyorlash yaxshi ko'radigan qizlarga jo'natib qo'yamiz.